Hurmatli obunachilar, mana videoning davomi. Bular necha puldan aka? Mana shuni 200 ming aytdim jupini. Jupini 300 ming. Yaxshi arzon. Bu shabo qancha? Yo, seramam. 400 ming so'm. Yaxshi, bozoringiz bersin. Aka bular necha puldan? 550 ming aka. 550 ming. Shabo, ha? Shabo, ha. Yaxshi, bozoringiz bersin. Bular necha puldan ekan? Bular egasi yo'q. Bu bolalar necha puldan? 550. Seramanmi? Ha, seram. Yaxshi, bozoringiz bersin. Buni egasi yo'q shekilli. O, fazan necha pul ekan? Fazan egasi yo'q ekan. 90 chiqdi. Egasi yo'q bu. Oho, aka, necha puldan bular? Jupi 250 mingdan. Hali yosh ekan-a, bu necha oylik? Yana bormi uyda? Uyda yana bormi? Nomer qo'yaylik. Ayting. 94 174 50 01 mana. Manzil Namanganda. Namangan 3. 3da. O'zimiz tumandan ekanlar akamiz. Kattaroqlar necha puldan? Ular masalan jupiga 350. Qimmat emas, zo'r. Ishdan kelimda donni bersangiz, charchoq yoziga zo'rda bu. Bular endi necha oyda tuxumga kiradi makiyonlari? 6 oyda kiradi. Hozir bular necha oylik dedingiz? 4 oylik, 6 oylik bor. Ha, 4 oylik, 6 oylik. Aloqaga chiqishaveradi, ha? Yaxshi. Bozoringiz bersin. Shabo necha pul aka? Shabo xo'ra sizdanmi aka? Necha pul? Sotmoqni men O, makoni qancha? 400 ming. Xo'rozni oldingizmi? Qanchaga? Ha, zo'r, yaxshi. 100 mingga olib turadi. Bular necha puldan? Hali ikkita sharkari 200 mingdan. Ha. 1 million. Bular ham sizdanmi? 500 ming. Jupi 500 ming. Shabonchi chiroylisi ekan-a? Tuxum ham bormi? Telefon nomeri aytib yuboring. 94 303 76 36. Yaxshi, bozoringiz bersin aka. Buni egasi yo'q. Mana Bentam mashina ham chiroyli ekan, hurmatli obunachilar. Chevrolet ham yaxshi. Bular shabo. Koreyskilar necha puldan aka? 1 million. 1 million. Hammasimi? Zo'rmi? Yaxshi. Ammo yapon chiroyliligini. Brekel necha pul? Sizdan? Necha pul? 1 million. 1 million. Pul olib kelmabman-da olib qo'yardim, ha. Qancha baho bo'ldi? So'rayapti, 600 ming ham so'rayapti. Ha. Makiyonlar tuxumda? Yaxshi, yaxshi. Bozoringiz bersin. Bular zoti nima bular? Yapon, ha? Necha puldan? Narx qanchadan? Ikkitasi 150 ming. Ikkitasi 150 ming. Zo'r. Bozoringiz bersin. Yaxshi, yaxshi. Bular necha puldan yaponlar? 250 mingdan. 250 mingdan. Bu shabo qancha? 400 ming. 400 ming zo'r ekan lekin. O'mo Phoenix chiqdi. Phoenixdan necha puldan? Hammasi 1,5 million. Hammasi 1,5. 1 2 3 4 5 ta 300 mingdan ekanda. Yaxshi, yaxshi. Bentam necha pul ekan? Jupi 500 ming. Jupi 500 ming. Bu ham yaxshi ekan, xo'roz. Mana koreyskiy necha pul ekan endi? Bentamlar necha pul? 500 ekan. 500 ekan. Bular necha puldan? Bular gibrid. 200 mingdan. Gibrid bo'lib ketibdi bular, mana bu sho'lka ekan, bu toza ekan, quyonpat. Valla gibrid. Gibrid. Bular necha puldan karlik? Paypoqlar. 300 ming. Va zo'r ekan, paypoqlari katta ekan. Yaxshi, bozoringiz bersin aka. Bentamlar necha pul ekan? Ukash 350 ming so'm, jupi. 350 ming so'm jup. Yaxshi, bozoringiz bersin. Hop, endi orqaga qaytaman, hurmatli obunachilar. Hop, bu go'zallar sizdanmi? Ha, narx qancha bularni? Hop, bular alohida makon, turki 600 ming. Bittasi? Ha, 600 ming o'zi, ha. Mana uchtasi 1 million 200 ming. 1 million 200. Xo'roz ham zo'r ekan. Nima farqi bor aka bunda?
Ko'rib qopdi. Mana hurmatli obunachilar. Stoykasi juda go'zal ekan. Mana nech pul bu karays? 600 ming kerak. Juda toza ekan-a? 600 ming so'm. Hop, bularchi? Bular 1 million 600 to'rttasi. 1 million. Ha. Telefon nomer qoldiraylik. 99 99lik 408 408 1070 aloqaga chiqaverasiz. Bular o'zimda akamdagi, bular juda yaxshi insonlar, aloqaga chiqaverasizlar, yo'lda qilib beradilar. Juda ishonchli, sog'lom. O'zimizning 3 tumandan aloqaga chiqaverasizlar akalar. Aka bozoringiz bersin, ko'rishamiz. Voy, mana Sibraytlar olami. Nech puldan ekan bular? 350 mingdan. Bular qanchadan? Bir xilmi? Yaponchachami? Baho bo'ldimi aka? Nech puldan so'raysiz? 250 mingdan. Sibraytdan zo'r pul bo'lib qoldi bu yil. 250 mingdan baho bo'ldi. Hurmatli obunachilar, o'tgan yili 150 mingdan shunaqalarni olinardi. Bu yil ko'tarilib qoldi narx. Men bildilar narxini, mana shunaqalar sal chatishib qolganroq bo'ladi mana. Guli qiraroq. Nargilar u guli tiniqroq. Aka bular nech puldan? 700 ming. Juda chiroyli ekan, mana kichkina. Qancha baho bo'ldi aka? Har xil bo'ldi, 500 ga chiqdi, cho'lik. 100 ming kam. Yaxshi. Bozoringiz bersin. Bu zo'ri nech pul ekan? Aka, assalomu alaykum. Ishlaringiz tinchmisiz? Nech pul ekan bu? 800 ming kam. 800 ming. Juda stoykalari chiroyli ekan-a? 800 ming. Uyda yana bormi aka? Ha, bor. Nomer qo'yib ketaylik. Nomer. Phoenix ham boqasiz-a, ko'p-a Phoenix. Yana ketib qolyapti. Telefon nomeri ayting-chi? 94lar. 94lik 74 20 20. 774 20 20. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzil To'raqo'rg'onda. Tinchmisiz aka? Ko'rishamiz aka. Ha, 150 ming bular. bular nech pul aka? 300 ming kam bu. 300 ming kam. Bu Sibraytlar nech pul? Guli tiniq ekan. 500 ming. Xo'rozning guli juda tiniq ekan. Yaxshi. Bentam nech pul aka? 250 ming. Bu Yaponlar qanchadan? 700 ming. 700 ming. Yaxshi bozoringiz bersin. Buni oldingizmi aka? Nech pul aka? 500 ming. 500 ming. Shabu. Sirama. Bentamlar nech pul? 600 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Mana Siramani injig'i bor ekan mayda. Nech pul aka bu? 600 ming. Juda zo'r ekan stoykalar. 600 ming. Hurmatli obunachilar, bu nech pul? Garlik? 150 ming. Choynak. Yaxshi, bozoringiz bersin. Bular endi oddiy yaponlar, hurmatli obunachilar. Makonlar 150 mingdan. Xo'rozon 150. Yaxshi, bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, Ramaka bozorining dekorativ to'g'ri bozorini obzor qildim. Endi kanalga o'taverasizlar. Bundan keyingi videoda Dakan bozorini obzor qilaman. Keyin vaqt yetsa Quyon bozori, It bozor, oddiy qora tovuq bozorini sekin birma-bir obzor qilaman. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa yangiliklarimiz hali oldinda.